Biz Qibrayt tumanida yangi hayot markazi turibmiz. Ko'cha nomi nima aka? Asom otami? Mezon ko'cha ekan, Mezon ko'cha turibmiz. Inshaalloh mana bir musibat bo'lib qolgan endi. Birodar, tanishlar, vatandoshlar mana shularga bir yordam qo'lini cho'zsak, xolis insonlar bor, saxovatli insonlar bor. Shuning uchun Alloh rozi bo'lgan bo'lsa, mana ko'ra 3 to'y ketmaydi yonibdi. Bu dushmanlar boshiga solmasin. Agar shu bilan Allohning ajrini topadigan bo'lsak, bir ihson hadya qiladigan bo'lsalar yoki mana shu yordam bersalar yaxshi bo'lgan. Assalomu alaykum aka, uzr. Bezda qo'ydik. Bu musibat tushdi, dushman boshiga solmasin. Sabr bersizlarga. Alloh g'oyibda yetkazsin. Telefon nomeringizni aytasizmi? Telefon nomeringizni? 97'li. 97'lik, ha? 044 0 necha? 044 044 74 37. 74 37 mana shu telefonga murojaat qilsalar o'ziga yetishadi. Xolis xizmat qiladi, xolis homiylar bo'lsa, yordam bersa so'rayman iltimos. Familiyangiz nima sizni? Usmonov. Kim? Usmonov Maratjon. Maratjon. Alloh sabr bersin avvalambor. Xalqimiz nomidan mana hamma xalq mana masjidlar hammasi yig'ishga harakat qilamiz. Yana boshqa atrofda eshitganlar ham inshaalloh yordam beradi deb umiddamiz. Saxovatli insonlar ko'p. Bekordan bekor bosh joylarga joy qurib yuborgan joylar bor. Mana shulardan inshaalloh insof bersa, bizga ham yordam qo'l cho'zib yuborsa, mana shu nechta uy yondi bet akajon? 3 ta. 3 ta yondi. Alloh sizga sabr bersin, bu yoq madad bersin. Sabr qilsaga, bola umringiz bo'lsin, baxtiga. Bir ichkarisiga kirsam bo'lar, olgan aniqsam. Mana yonibdi. Qaranglar. Alloh achinarli edi. Achinarli. Xormaylarni Xudo quvvat bersin, sabr bersin. Assalomu alaykum. Mana biz tuzimsizlarga va bu yo'lga katta ta'sir qilgan. Asl onaxona tuzimsizlar, yaxshimisizlar? Xudo xolsa saxovatli insonlarga yordam beradi, Xudo xolsa. Hani ikkinchi o'yga o'tibdi. 3 o'yga shunaqa bo'lib qopti endi. Bu Xudoning irodasi ekan, Alloh sabr bersin. Saxiy insonlarimiz bor, Xudo xolsa qo'llab-quvvatlashadi degan umiddamiz. Buni chiqarishdan maqsad yomonlikka emas, faqat to'g'ri ma'noda qabul qilsa deb saxiy akalarimizdan iltimos qilardik. Shularga men nomerni berdilar, telefon nomerini. Shu telefon nomeriga murojaat qilib, saxiylik inson yordam berishadigan yaxshi mudda bu bechoralarni ko'ryapsizlar, qaranglar. Mana ko'rib turibsizlar. Shu achinarli holat ekan. Shuni iltimos qilardik sizlardan. Mahalla ahli vatandoshlarimizga, shu O'zbekiston yashovchilar, masjidlarda qavmlari, har bir tumandagi insonlar, saxovat peshvolari iltimos sizlardan shular yordam berishdan so'raymiz. Mana to'g'ri ma'noda o'g'imiz mana shularni inson achinli do'stlarimiz boshiga solmasin. Bularga sabr bersin. Alloh g'oyibdan yetkazishlar bo'lsin. Saxovatli inson ko'payib, mana shu telefonni berishda, telefonni murojaat qilasizlar. Shu o'ziga olib berasiz. Eng yaxshi beminnatgina chap qo'lni, o'ng qo'lni bilmasin deganda biz ham harakat yoz mahallalar bilan yordam berishga harakat qilamiz. Iltimos qilamiz O'zbekiston Respublikasi yashovchi vatandoshlarni iltimos qilamiz shu xonadonga yordam. Mana buga telefonni aytib bitta aytib bering. Telefon yo'qsa o'zingizga ayting. Hozir aytib men o'zimdan so'rayman. Mayli, bo'pti. Yana o'zimdan so'rayman. Rahmat. Sabr bersin sizlarga. Taninglar, sog' bo'linglar. Mana. Mana ko'rsat. Mana rahmat, bu hashar qilishyapti, baraka topsin. Mana mashina usti, mana birinchi o'y Usmonov Marat degan inson o'yi ekan. Mana yordam berishdan so'ra iltimos qilamiz. Saxiy insonlar sizdan iltimos qilamiz, yordam beraylik. Qarab turmaylik. Rahmat sizlarga, taninglar sog' bo'lsin. Salomat bo'linglar. Mana yordam berib. Marat. Yana telefon nomeri aytib, telefon nomeri ichida yana qaytarib oling bitta ichiga.
Assalomu alaykum. Telefon 97'li. 97 li. 044 Ha? 74 37. Xo'p, Usmonovga nomi keladi. Ha, Usmon. Xo'p, Alloh sabr bersin. Xudo xohlasa qarab turmaysiz, saxiy insonlar ko'p. Rahmat. Bizning yurtda shunaqa saxiy insonlar ko'payib, Xudo xohlasa mana ikkinchi kim bo'yi bu? Qani egasi qani? Assalomu alaykum. Kim? Assalomu yaxshi musibat tushgan ekan. Uzr. Alloh sabr qilmaydigan. Demak, telefoningiz nomerini aytib qo'ying, telefoningizni. 570 80 Ha. Familiyangiz? Hakimjonov Abdukamol. Xo'p. Mana bu yerda Xudo xohlasa ichkari kirsak, ruxsat berasizlar, ichga qaraysak. Yurib bitta mana yuring. Mana hashar qilishyapti, mana shu ko'ryapsizlar. Achinarli hol, dushman boshiga solmas bu narsalar. Bu bir musibat juda achinarli musibat mana. Ko'ryapsizlar aziz birodarlar. Bu yomonlashma faqat buni yordam uchun tariqada ovomiz. Mana ko'ryapsizlar, bu o'yin achinarli holat. Dushman boshiga ham solmasin buni. Mana o'ylan qarang, hech nimasi qolmagan ekan. Ko'p o'tgan. Yaxshi. Yaxshi nomi. Va mana bitta yana mana bitta anaqa hali o'chmagan joylar bor ekan. Yukularing bor. Yana kelyapti bu. Labbi. Mana o'chmagan joylar bor ekan, sal o'chirib yuborsin. Qarama tutayapti ana. O'chirgan joylar qarang, mana bularni. Voy, bu juda ham achchiq holat. Bu yerda ishlama qolmayapti mana. Familiyasi kim edi? Hakimjonov Abdukamol. Hakimjonov xonada ishlama qilyapti. Qarang, achinarli holatda. Dushmanlar boshiga solmasin bu narsani yana qaytaramiz. Saxiy insonlar ko'p O'zbekiston saxovatli insonga to'la Xudo xolisa. Albatta Alloh taolo ajr mukofot beradi. Oxiratga bu hisob kitob bo'ladi. Agar kimga yaxshilik qilgan bo'lsa, bu telefonga murojaat qilsa, telefon yordam beradigan bo'lsanglar, chap qo'l, o'ng qo'l bilmasin degani ham yaxshi bo'ladi, sog' bo'ladi. Biz masjidlarda ham harakat qilamiz, odamlarga, mahallada yig'ib harakat qilamiz. Bu kichkina pul emas bu. Katta anaqa qilingan narsa mana. Ko'ryapsizlar achinarli holatda. Bularga Alloh sabr ko'rsin. Mana Xudoyim o'zi asrasin. Bola chaqasi tan jon sog' bo'lsin. Eng keragi shikast yetmabdi mana ko'ryapsizlar. Mana qarang. Mana tishda qolmagan. Shunga yordam berishdan iltimos qilardik. Yana diqqatli e'tibor qaratamiz. Avvalo hammalarga O'zbekiston xalqiga rahmat. Biz bittadan bersa to'ydiradiganlik haqiqatan harakat qilsak to'ydiramiz. Xalq uchun jon ko'taraylik. Saxiy saxovat bo'lib qiyomatda hisob kitobni Alloh beradi, ajrini beradi. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Ukajonim bu yoqqa sabr qilsin, endi Xudo yetkazadi. Alloh taolo bir ishni yopsa keyin ochaman dedi. Hali xalq qarab turmaydi, ko'rasiz. O'zidan o'zi kelib qoladi. G'oyibda esalgi bundan bitirib olasiz, yangi qilib. Eng kerak tani hisob bo'lishi qilib bosh bilan. Adez tanlar sog'mish qilib umrlar uzoq. Xo'p, salomat, rozi bo'lasiz buni. Biz yetkazishimiz kerak edi. Ular ko'rib, yaxshilik qilib, saxiy insonlar mana masjidda qurish ibodat qilishyapti, masjidlar, katta joylar qurishyapti, firmalar quryapti, tadbirkorlar ko'rasiz, qancha joylar ishlar qilishyapti. Shu yerdan ozgina o'sha ajratsa, Xudo ular ham kam bo'lmaydi. Xudo xolasa siz rozi bo'ling. Yana telefon aytib telefon nomeringizni. 570 80 Shunga qilsin, ha? Bo'ldi, xo'p. O'zingiz rozi bo'ling yoki kirganingizga tam. Xo'p, rahmat, salomat bo'ling. Xudo quvvat bersin sizlarga. Bismillahirrohmanirrohim. Ha. Mana shuncha. Hormat, rahmat. Alloh sana anaqa Zo'rigan zo'ri qani? Ichkaridan. Olib kirasizmi? Siz aytgan nomer telefoningizda. Yuring. Jabi yuring, anaqa. Ko'rsating. Mana bu zo'r ekan bu ekan. Familiyangiz? To'ychiyev. To'y nomer aytasiz, qolmi telefoningizda? Hozir Xudo xolasa. Mana qarab turmaydi Xudo xolasa. Mana saxiy insonlar ko'p O'zbekistonimizda. Mana eshitganlar. Qalla. Xo'p. Sizlarga assalomu alaykum. Mumkinmi akajon? Keling aka, uzr, dushmanlar boshiga solmasin. Shuncha anaqa tushgan ekan musibat. Qarang, Alloh sabr bersin sizlarga. Xo'p, mana Xudo xolasa e'lon qildik. Alloh irodasi bilan. Ha, Xudo xolasa hammasi joy-joy kutadi. Hali yangi joy, eng kerak tanga sog' bo'lsin. Aka, nomer yetib qo'ying. Telefoningizni. 94 Xo'p, 94 680 680 54 54 05. 05. Familiyangizni nima aytdingizmi? To'ychiyev Zoir. Zo'rka. Alloh sabr bersin, siqilmang Xudo xolasa bolalar taningizga tan sog' bilan qo'ygan hammasi quradi. Hali bizning O'zbekiston saxiy insonlar borki, shunaqa firmalarimiz bor, tadbirkorlarimiz bor.
Xo'p, qancha joylarga yana qo'yotgan dehqonlarimiz bor. Qarab turib eshitsa, albatta ko'rasiz. Telefon nomeringizga telefon qilishadi, o'ziga olib kelib, chap qo'l, o'ng qo'ldan berib ketadi ko'rasiz. O'zingiz hayron bo'lasiz. Bitta rasula qolsa. Dushmanni boshiga solmasin. Mana albatta. U vaqtda 3 ta o'yga ketmaydi bo'lgani uchun az bir yordam beraylik. Mana biz ham masjidda harakat qilamiz. Hamma masjidlar ham iloji bo'lsa ozgina yig'ib bersak ham Xudo xolasa bir ko'mak bo'lib qoladi. Sizga sabr akajon. Rahmat, himmatlilar uchun rahmat. Xo'p, salomat bo'linglar. Xo'p, O'zbekiston ya'ni Toshkent viloyati Qibray tumani yangi fuqaro yig'inida turibmiz mana ko'ryapsizlar. Yordam qo'llan cho'zsanglar yaxshi bo'ladi. Mana shu qanchaki odam yordam berishyapti mana. Yordam berishyapti mana. Ko'ryapsizlar. Biz ham yordam qo'l cho'zishni iltimos qilardim. Ko'ringlar, darrov harakat qilib shu narsaga nomerlarni bildik, nomerlarni yozib oldik. Shu nomerlarga telefon qilib iltimos qilamiz, iltimos. Yani, rahmat, barakatlar, salomat bo'linglar. Qarashyapti, kam bo'lmasin, Xudo xudovanda. Bo'pti. Xo'p, ko'chaning otini ko'chalar otilmaydi? Mezonmi? Mezon 12-14. Xo'p. Xudo xolsa mana Alloh yetsa qarab turib bir pasda tugatib Xudo xolmasdan obod tashlaymiz. Xalq Xudo xolsa qarab turmaydi. Vatanimizning insonlar saxiylarni ko'rasizlar. Hali yopirilib kelgan odamlar, shunday odamlar uy bitirib beradi ular. Nima deysiz? Hani ko'ylarni cho'ktirmaylar. Siz yog'siz emassizlar. Qibray tumani Yangi hayot mahallasida bizdan ko'cha turgan ekanmiz. Mana hamma shu yerda yolg'izat qo'ymabdi. Hamma joydan bor. Mana baraka topsiz, umrlar uzoq bo'lsin. Xudo quvvat va tez kunda bitirishni Alloh nasib etsin. Ularga sabr bersin. Shu nomerlarga ichida aytilgan nomerlar bor, o'zligi gapirishdi, qaysi nomerlar o'shaga telefon qilib turib, o'shalarga yuborsanglar yoki bir so'm bo'lsa ham ha degan tuyaga madorda. Aziz birodarlar, qo'ldan kelganicha ko'proq tadbirkorlarga iltimos qilamiz. Mahalla saxovat boy peshar katta odamlar bor, Xudo xolsa qarab turmaydi. Shularga iltimos qilamiz. Biringlarga men bersin. Oxiratda hujjat dalil bo'lsin qilgan yaxshilik uchun. Rahmat, e'tiborga rahmat. Ming rahmat. Salomat bo'linglar.